Tushlarini massaj qilinchi. Orqasiga o'tkazib, aylantirib. Orqasini. Qo'ziga maza ekanda, aka. Oldini ham aylantirib. Oh. Voy, mashallah. Bo'ladi. Sal uzoqroq tortib qo'y. Yonboshla. Sal yonboshlatib qo'y. Sal. Bo'ladi. Yana. No. Boshini massaj qilsam indamay turar ekanmi bu? Sizni mashina ajrasam, siz ham hozir ma'lum turib berasiz, uchrashib ketadi. Mehr bilan. Bunga ham qarang, siz bunga ham hali miyada men tomlariga anaqa bo'ladi, qilib hali jim bo'lib beradi. Qani, katta maylari bu ishqalashadi-yu, Qo'lingizni oling. Butun shu. Ketmaydi ekan. An tushuntirib qo'yaman. Rasmni video. Videoga yoqib qo'y. Yoqib qo'ysin. Ana Jumalik oldiga keldik, qamizi. Bitta tanladik, kichirog'idan. Mana. Kichirog'i. Ozg'in qaytgan qo'y. Shustri bo'lsa qo'yga yig'ilgan bu bilmaganlarga. Mana suvayni ko'rsating. Suvayi qo'zini bu 6 oylik. 6 oydan oshiraman suvayi. Buni tanlayotganda o'sha usti qirriq ingichka emas, mana shunaqa narsa olsalar taroziga aytadi bu. Mayagini ko'rsating. Naslli qo'chqorni mayagi shuna bo'ladi. Agar birak bo'lsa, biri katta, biri kichik yoki mayag kichkina bo'ladi. Mana bu narsalar xudo xolasa keyincha video qilamiz, tashlaymiz. Ogoh. Ha. Ko'krak. Ko'krak. Yungini mana to'kishni boshlayapti. Chotlar orasi, u orqa yoqda ham keng. Oldiga ham keng, prosta hozir stressda turibdi bu. O'chars. Ha, quloqlari kalta bas, uzun. Garbanuz. Mana sog'lom qo'ydiki, mana shunaqa qizil rangli bo'ladi. Agar buni o'pkasi yoki jigarida bo'lsa, jigarni asosan gelmintozlar uradi. Qonda gamayib ketganda shu oq pushtiga o'tib ketadi. Bu kasal bo'ladi. Bu sog'lom. Mana tomirni ko'rsating. Mana sog'lom qo'ydi, tomiri shilliq qavat deydi, qizil rangda turibdi, ko'ryapsizlar. Mana sog'lom. Agar mana sariq rangga ketsa, buni ham ichida defekt bo'ladi. Shuni ko'rib oladi. Bosim. Assalomu alaykum guruh ahli. Mana bo'g'oz qo'ylarda puli yengil variantdan yetib kelibdi. Soni 6 dona. Mana dumbirazizlar ko'rib tikka xudo xohlasa bozorlaridan. Narxi akalar 5,5 million so'mdan Toshkentgacha dastavkasiga ketaverar ekan. Bugun 17-dekabr sanamiz. Realni olaman degan odam telefon qilsin, aloqaga chiqsin. Narxlarni xudo xohlasa chiroyli qilib sunnatga o'tib beramiz. Qo'y Namanganda turibdi. Kelib ko'ramasalar lakasini tashlab berishadi. Bemalol aloqaga chiqaveringlar akalar. Yedisida muammosi yo'q. Ikkinchi, uchinchi, birinchi qoringa bo'g'oz. Hammasi aloqaga chiqaveringlar. Lekin guruh ahli mana ona bolani idealidan yetib kelgan bolasi qo'chqor, mana qo'chqorni qarang, danak. Dumbasini qaranglar. Hadam mana shu bahorga chiqmasa, o'zi poydaga qolib ketadi.
Buni narxi ham xudo xolasa yo'lida, chiroyli, 700 ta muammosi yo'q. Nechinchi bolasi Akmalxon? 3-chi bolasi. Narxi nechi pul? Mana. Narxi aka, narxi aka, ona bolani aka 7,5 million so'm Toshkentgacha dastavkasi ichida aka. ketaveradi, bemalol. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Qo'y Namanganda turibdi. Realni oladigan odam telefon qilsa, sunnatga chiroyli qilib o'tib berishadi. Bemalol aloqaga chiqinglar akalar. Urug'likka qo'zi qo'chqor. Kashtan svetda. Yaylov sharoitida yurgan. Endi 4 ishga o'tgan. Och. Ko'ryaptimi? Yo'q. Bo'ldi. Qiynama. Qiynama. Yana. O'kisi bolasi. Fedya laqabli mana qo'chqorimiz. Fedya. Ha. Mana bu yonidagi oq afg'on, nariga arasan. Bular ham sotiladigan qo'chqorlar. Qiziqqanlar bo'lsa ichkiga yozdirasizlar. Qo'zilarning otasi mana shu bo'ladi, mana shu. O'sha qo'zilarning otasi hammasi. Fokus o'g'li bo'ladi. Shuni bolasi.